2026-yil litsenziyalangan firmadan Umra safariga bormoqchiman. Hikmat Travel'dan narxlari qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz aynan bu video sizlar uchun bo'ladi. Videomiz o'tkazmasdan oxirigacha ko'rib turadigan bo'lsalaring, Hikmat Travel'da 14 kunlik Umra safari narxlari bo'yicha tanishishlaring mumkin bo'ladi. To'lov masalasi qanaqa bo'ladi? 14 kunlik Umra ziyorati o'z ichiga nimalar kiradi degan obunachilarimiz bugungi videoda savollaringga javob olishlaring mumkin bo'ladi. Bizga like'larni bosib qo'llab-quvvatlab tursalaring, biz videomizni boshladik. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Aka, biz obunachilar uchun boshdanoq narxlar bilan tanishtirib bersangiz aka, qanchadan bo'lyapti o'z Umra safariga borish? Xo'p bo'ladi. Farg'onadan reyslarimiz avgust oyiga 29-30 avgust kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Toshkentdan avgust oyiga deyarli oyda oxirigacha har kuni bor. Bularning narxini $965 qilib beramiz. Bemalol aloqaga chiqib, joylarni bron qilsalaring bo'laveradi. Xo'p, Toshkentdan reyslarimiz kunlari 4-sentyabr oyiga, 5-sentyabr, 6, 7, 8-sentyabr kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $965 qilib beramiz, xudo xolisa. Xo'p, Namangandan sentyabr oyiga 3 va 10-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni narxini $995 qilib beramiz. Farg'onadan sentyabr oyiga 5 va 12-sentyabr kunlari reyslarimiz bor. Buni ham narxini $995 qilib beramiz, xudo xolisa. Bemalol aloqaga chiqib joylarni bron qilsalaring bo'laveradi, xudo xolisa. Zo'r, o'zlariga qulay bo'lgan sanamdan, o'zlariga qulay bo'lgan joydan ketsa bo'lar ekanda, demak, xudo xolisa. Gap yo'q, zo'r aka. Endi aka, borishgandan keyin shart-sharoitlari qanaqa bo'ladi aka? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200 metrdan 400 metrgacha, gastitsalarimiz uzoqligi Makka Mukarramada 1 kilometrdan 3 kilometrgacha. Xo'p, avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal, Makka Mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlar. Madina Munavvara ziyoratlari, Makka Mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimiz o'z ichiga olgan. Xo'p, joylashuvlari 4 kishilik, 5 kishilik joylashuvlar bo'ladi. 50 boshi iloji boricha aeroportdan birga kelishadi. Firma tomonidan kamzi so'mga bejik beriladi. Qaytalayotganda 5 litr zamzam suvi ham bonus sifatida qo'shib beriladi, xudo xolisa. Zo'r, gap yo'q. To'lov masalasi qanaqa endi aka sizlarda? Xo'p, to'lovlar xohlasa ofislarimizga kelib to'lov qilsin. Ofislarimiz manzillari Toshkentda bor, Andijonda bor, Farg'onada bor. Yo bo'lmasa shu nomerlar, Telegram, WhatsApplarimiz bor. Onlayn joylarni bron qilsa ham bo'ladi. Aloqaga chiqsa qanday qilib, qanaqa qilib bron qilishlarini hammasini o'zimiz o'rgatamiz, xudo xolisa. Bemalol pastdagi raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar. Abdug'ofur akaning o'zlarining nomerlarini qo'yib qo'yapmiz. Telefon qilsalaring yanada qanaqa savollaring bo'ladigan bo'lsa, javob olishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.